Taxtlar o'yini serialini ko'rarkanmiz, biz ilk qismlarda duch keladigan voqelik o'ng qo'llik vazifasini bajarayotgan Jon Arrynning o'limi bilan boshlanadi. Shundan keyin qirol Robert o'zini yaqin do'sti Ned Starkka aynan o'ng qo'llik vazifasiga tayinlash uchun shimolga yo'lga chiqadi. Lekin mana shu yerda muhim bir savol: Jon Arrynni kim o'ldirgandi? Gap shundaki, Jon Arryn Catelyn Starkning singlisi Liza Tulliga uylangandi. Lekin Liza Tulli Jon Arrynning yoshi o'zidan ancha katta bo'lgani uchun uni yaxshi ko'rmasdi. Aksincha, bolaligidan katta bo'lgan Peter Baelishni yaxshi ko'rardi. Buning natijasida Peter Baelish Liza Tullidan foydalangan holda erini zaharlashga ishontiradi va opasiga xat jo'nattiradi. Gap shundaki, Catelynga Jon Arrynni aynan Lannisterlar o'ldirgani haqida xabar beriladi. Va mana shu voqealardan keyin Winterfellda Brandon Starkka qoyadan yiqilib tushishi va qoyadan yiqilganidan keyin unga nisbatan suiqasd uyushtirilishi va suiqasdda Valerian po'latini, Tyrion Lannister egalik qiladigan Valerian po'lati ekanligi haqida mish-mishlardan keyin Catelyn Stark Tyrionni qo'lga oladi va mana shu orqali Westerosda juda ham katta tartibsizlik boshlanadi va mana shu barcha tartibsizlikning boshida Lord Peter Baelish turgandi. To'liq videoni YouTube kanalimga o'tib ko'rsangiz bo'ladi.